Assalomu alaykum, yana sizlar bilan My Business Luboy degan profil egasi Azamatov Abdullaman. Sizlar bilan shu batut biznesi haqida aytib o'tgandik. Uni 1 yilda $5000 daromad qiladi, lekin ana uni plyusini aytdingiz, minuslarini aytib o'ting deb bizga yozdilar. Shuni masalan aytib o'tmoqchiman. Batutni qanday minus taraflari bor, ya'ni xarajatlari haqida. O'sha batutni birinchi bari og'irligini olib qaraymiz. Batut 280 kilodan 350 kilogacha bo'ladi. Bu uni 12 ga olti razmeri bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. O'shani yuklab tushirish uchun kamida 4-5 kishi odam kerak. Keyin batutni tashqi xarajatlari bor. O'sha laboga, changan, avtomashina uchun. Keyin batutni shishirish uchun unga elektr tok kerak bo'ladi. Agarda bu aholidan olsak 650 ming so'm, limit bez limit joydan 1400 so'm, limitli joy 1100 so'mdan. Undan tashqari batutni o'rnatgan joyimizga aytish mumkin 30 ming, 40 ming, 50 ming kuniga berasan deb. Undan tashqari ana batutni teshilishi holati bo'yicha gaplashaylik. Ana biron bir batutni qasddan bo'lmagan yoki noto'g'ri joyga qo'yib qo'ysa teshilish holatlari bu. Uni yamash uchun murojaat qilasizlar. Ana biz ham o'zimizdan batutni yamab yuramiz. O'shani turiga qarab, metriga, joyiga qarab uni xarajatlari bor. Masalan 200 ming deydi, 300 ming deydi, 400 ming, 500 ming deydi. Shunday xarajatlari bor. O'sha uchun ana bu yana $5000 ekan deb qilishimiz kerak ekan demagan. Negaki bu biza Buxoro viloyati bo'yicha gaplashayotgan bo'lsak sizlar bilan, Buxoro viloyatida 2024-yil OLXda batut sotilishi ikkita OLXga bor edi. OLXda ikkita batut sotiladigan e'lon bor edi Buxoro bo'yicha. Hozirgi kunda 20 dan ortiq e'lonlar bor. Batut sotiladi degan. O'sha uchun e'tiborli bo'laylik. Bu biznesni boshlashdan oldin minus tarafini ko'raylik. Aytishadi-ku, bitta ishni boshlamoqchi bo'lsang, eng yomon tarafini ko'r deb. Eng yomon taraflarini aytib o'tdik. Sizlar bilan gaplashganda xursandmiz. Bizga podpiska bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.